Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar, salomsizlar. Bu akamizni yaxshi taniysizlar. Umarxon akamiz bo'ladilar. Tabib. Juda ko'p xalqimizga yordam tegayotgan kishi. Allah razı olsun. Endi bugun asosiy suhbatimiz Umarxon aka bilan emas. Umarxon akaning suhbatlari rosa ko'p biz YouTube'da, kanalimizda, Facebook'da. Endi hozir biz ko'proq mana shu Umarxon akadan yoki boshqa tabiblardan davolangan bemorlar bilan gaplashib, bemorlarning holatini bayon qilib beramiz va xulosa o'zingizlardan bo'ladi. Bugungi bemor emas endi tuzalib bo'lganlar, alhamdulillah. Baxtiyor aka ukamiz, Baxtiyorjon ukamiz tashrif buyurgan ekanlar. Shu Baxtiyor keldi dedilar, men boray dedim, bir gaplashay, nima bo'ldi ekan deb. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Allohning aziz va muborak kuniga, ulug' kunga yetkazganiga hamd sanolar bo'lsin. Barchalarimizni mana shunday sihat salomat qilib, barchalarimizni mana shunday tani jonimizni sog' qilib qo'yganiga o'ziga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Azizlar, avvalambor Alloh taoloning eng ulug' aziz bir ne'matlaridan biri bu sog'liq bo'lar ekan. Bir paytlar shu sog'liq bilan bir bemorlik bo'lgan, haqiqatdan ham. Endi Alloh hammamizga bir chiroyli umr beribdi. Mana shu insonlar sabab bir insonning sababidan bir insonga bir go'zal bir nashida qilib, go'zal umrni berdi va mana sihat salomatlikda, xotirjamlikda mana yashab yuribmiz. Baxtiyorjon, nima kasal bilan og'riganingiz va qachon edi bu? Bu birinchi boshlanishi 2016-yil bo'lgan. Gepatit bilan jigar sirroz tashxisi qo'yilgan. Avvaliga bir 5-6 yil davolanib yurdim, Allohga shukr. Keyin 2022-yilga kelib juda kuchayib ketdi. Shundan keyin bir aziz birodarimiz tufayli shu mana shu Umarjon akani nomerlarini berishdi, boshqa qildi. Shu inson orqali bir bog'landik, o'zimiz keldik, ko'rishdik. U paytda juda ayanchli ahvolda edi. Bu holatdan ham juda ancha ahvol chatoq edi. Allohga shukr, mana shu insonlar sabab bir nimamiz bilan ancha mana hozir sihat salomatligimiz yaxshi, holatimiz yaxshi. U holatga qaytib yura olmaymiz deb juda tushkunlik ahvolga tushib qolganmiz. Jigarni hattoki transplantatsiya qilishga, ya'ni almashtirishga ham Tavsiya qiling. O'shani aytavering, singillarimiz bor voqea. Kelishga sabab shunday tashxis qo'yilganki, oxiri shunaqangi bir doktorlar 50-50 diagnoz qo'yishganda, keyin jigar juda bir ancha chatoq holatda edi. Mana shu inson mana yaxshi gapirib, u berilgan nimadan ham ko'ra, mahsulotdan ko'ra avvalo o'zi bizga yaxshi motivatsiya berishdi. Tabibning shirin so'zi, bir daldasi, umidga chorlashi, mana shu narsa birinchi o'rinda bizni ko'tardi-da. Chunki inson birinchi tushkunlik holatdan chiqib olish kerak ekan, keyin tuzalishni boshlaydi ekan. Avvalo birinchi tushkunlikka tushmaslik kerak endi. Chunki bemor odam, har qanaqangi bemor odam birinchi bo'lib tushkunlikka tushishi aniq. Chunki tani joni og'rib turgandan keyin birov unga dalda bermasa, bu cho'ka boraveradi. Umid bu yarim shifoda. Ha, albatta, umid shifo. Bu odam bemor bo'lgandan keyin agar birov nima bermasa, sinadi-da. Mana shunaqangi holatda kelganimda, u shifodan nimadan ham ko'ra, mahsulotdan ko'ra birinchi o'rinda ular ko'pni ko'rgan, bizdaqa bemorlarni juda ko'pini davolashgan. O'sha dalda berib, avvalo o'zimizni ruhiy davolab olishdi. Ruhiy davolab turib, sekin-sekin keyin haligi malhamlarni berib, boshqani berib, mana bu yo'l bilan mana bunday bo'ladi. Hammasini yo'l yo'rig'ini o'rgatishdi. Xudoga shukr. Mana shularga inshaalloh rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ancha yaxshi biz. Juda yaxshi. Endi Umarxon akaga savol beramiz. Umarxon aka, bu yigit doringizdan ko'ra muomalangiz yaxshi deyapti. Muomalangiz yaxshiligini hammamiz bilamiz. Chunki siz doimo
odamlarga umid baxsh etib, hech narsa emas deb turib davolab yuborasizda. Endi nima bilan davolandingiz? Qanaqa holatida bu yigitni boshqa kelgan? Ya'ni bundan 4 yilcha avvalda. Ha, 4 yil avval bu bolani 4 yil avval buni video o'sha siz o'zingiz syomka qilishi bor. Bu faktiski yozib, hatto gapirib ham bergan. Baxtiyor, mana familiyasi Sediqova Baxtiyor. 4 yil oldin o'sha kuzda keluvdingiz-a, sovuq paytda. Shu bola kelganda Qayerdansiz o'zi? Qo'qon. kelganlar. Mana dadalari bu haligi Assalomu alaykum. bular ham halol odamlar, bular haligi shayton odamlar emas. Endi shunaqasi ham kelib qoladi, xafa bo'lmang. Haligi ixlos shu xashakchi aytadimi degan odam savollar bo'ladi. Lekin bular kelganda shu juda tushkunlik ahvolda, og'ir ahvolda. Jigar qanaqa holat? Yo'q, bular jigari o'sha operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb bularning больницаdan qochib kelgan bular. Bularni o'sha ham gapirganmiz. Singlisini, jigarini ularga unatmoqchi Donor ham tayyor bo'lgan. Singlisi bo'lganmi? Singlisi abasi bilan Hindistonga boradigan bo'lgan. Endi uni pulini o'zlari gaplashgan. Lekin bu kishi aytganki, mana dadalari aytib bersa ham bo'ladi. Bu gapni endi men gapirishimdan ko'ra, shu singlimi jigarini olib men qo'ygandan ko'ra kasal bo'lib tuzalmasam ham men bag'ni Xudoga soldim deb kelganlar. Mana 4 yil bo'ldi. O'tgan yil ham bir yilda bir kelib turadilar bu kishi, bir uchrab kelib. Profilaktika. Endi bu kishiga ko'p haligi andaqalarni aytamiz, tashxislarni, jigar dorisini berdik. Jigarlari Xudoga shukr yaxshi tomonga yurdi. 1 oy, 1,5 oyda arga o'tmaysan degan bu kishi. Bu faktik gap. Nima dori berdingiz? Endi bularga hammasi tabiiy. Yo'q, tabiiyligini bilamiz. Endi bu dorilar mana bu dorilarimiz mana biz ko'rsating bitta. Masalan, siz bilamiz haligi tabobatda ko'p dorilarning sirini oshkor qilib odamlarga juda katta foydangiz tekkan. Mana bularga biz asosiy biz o'zimiz berayotgan dorimiz birinchi ochiritda bularga zarpachakli dori berganman. Chirmoq, ya'ni butun hozir dunyoda hamma ichib hozir hech kim nolmayapti. Hamma bormi zarpachak? Mana anaqa zarpachakdan ko'rsat. Mana zarpachak. Ya'ni bu zarpachak mana. Chirmoq deydi, zarpachak deydi, nomi ko'p ekan. Hamma ichyapti. Bu bitta qon tozalash uchun beramiz. Endi bundan tashqari bu bekorga beramiz odamlarga buni. Bu dorini biz puliga sotmaymiz buni. Bu dorimiz olgan odamga, dorimiz asosiy dorimiz, masalan, hamma puliga qiziqadi. Masalan, bularga 36 ming dollar degan bo'lsa, biz o'shanda shu 900 mingga, 950 mingga 15 kunlik dorini berganmiz prova qilib. O'sha dori, mana shundan birdan bir pachka beramiz. Mana endi hozir mana Igor beramiz. O'tfarni oshish uchun mana biladi, o'zi bu juda yaxshi biladi. Igor bu ham bir daraxtning nomi. Bular hammasi ildiz. Endi mana bu mana rastorovchani urug'i, mana rastorovcha uyimizda mana hozir ko'rsatishingiz mumkin. Rastorovchani urug'i. Bir sotiq joyga ekdik. Hozir bundan biz bir qop olamizda odamlarga beramiz, tekinga beramiz. Chek tozalaydi. Bu bundan endi mana oldin ham gapirganman, mabodo malol kelmasa odamlar deb odam ko'rishi mumkin mana Sprashniy po lekarstvenniy rasteniya degan kitobda bor bu. Bular hammasi bilimga asoslanib, ilmiy asoslanib, keyin muolaja Alloh dilimizga solgan mana bu yerda mana bu haqida to'la anaqa bor, mana ma'lumot bor. Mana buni rasmga olib odamlarga ko'rsatamiz. Hali ikkilanadi ba'zilar. Bu rastorovchan nima bu tikan? Tikan aytadimda mana xati shundan bu yerda yozib qo'ygan. Biz buni 30 yil oldin olib kelganman. Ya'ni odamlarda masalan ko'pida ishonch bo'lmaydiki, bitta hashakka o'xshagan narsani 4 xil dori deb turib nomlab sotadi tabiblar degan bir haligi qalbaki tabiblar to'g'risidagi xayol o'rnab qolganda. Yo'q Ikrom aka, mana shu bola. Shuning uchun siz demak kitobdan isbotini ko'rsatib qo'yaman. Chunki kecha telefonlashganimizda ham nima dedingiz o'zingiz? Ayting. Qayerga ketyapman dedingiz? Toqqa ketyapman dedim. Kechasi borib, chirmoq tergani o'sha tog'da adirlardan, yantoqlardan tergani ketyapman dedim. Kechasi bilan terib, ozonda terib, ertaman hozir keldim. Hali men uxlaganim yo'q. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Lekin odamlarga uni qo'shib beramiz. Mana shu karsel mana. Karsel degan dorini tayyorlaydi. Mana o'qisin. Mana shu kitobni olib o'qisin odamlar. Karsel degan dori, mana bu yerda karsel, yana legalon, selemarin degan dorilarni mana shu astroropchani urug'idan oladi. Endi biz birovni yomonlamaymiz. Buni bargi ham dori, oqqarak deydi, ba'zilar astroropcha deydi, xushqunmas deydi. Mana haqiqat mana chiqqani chiqib o'tibdi. Xushqunmas ham deydi xalq tilida. Xalq tilida. Endi biz astroropcha deb o'rganganmiz. Mana rasmi. Mana o'zi
taktikasiga chiqqan joyda mana endi hozir ko'rsatamiz. Hozir ko'ramiz. Uni ham ko'rsatamiz. Endi shundan beramiz. Masalan, bu jigar uchun nojo'ya ta'sirga ega emas, jigar foydali narsa. Mana shuni urug'i mana. Demak, holatlari yaxshi. Endi bu kishiga mana o'zimizni mana shogirdlarimiz hozir mana bu qo'shimcha, buni ham pulsiz beradigan narsalarimiz odamlarga. Mana darmon degan damlama anaqa beramiz. Ha, bu ishlab chiqarayotgan ukamiz bilan gaplashib video ham qildik. Kecha ham keldi. Mana bizga shogird bilan biz retseptimiz bilan chiqaryapmiz. Retseptsiz qilib tayyorladik. Retsept qilib berdim. Mana shu mashina qo'shasan deb. Yana boshqa narsa, qoni kamlarga buni beramiz. Qo'shimcha qilib beramiz. Bunga endi biz oddiy hamma yomon ko'radigan mana nima berasiz degan savolga sovun beramiz. Bu sovunni magazindan hech kim olmaydi. Hech kim olmaydi. Nimaga dori bu sovun? Bu sovun antiseptik sovun. Mikroblarni yo'qotadi. Ishinevskiy mazza ta'mi keladi, bundan hidi keladi. Voy sassiq deydi olib keladi. Lekin betni yuvgandan keyin o'sha sassiqligi uchun haligi mikroblar, virus butun dunyo jahon meditsinasidan olgan bu sovun. Shu sovundan demak, siz ham tashqi ham ichki tomondan davolaysiz. Yo, chiroyli bo'ladi-da. Bunda yuvinadi, buni ichadi, nima berasiz deganiga javob beryapman. Restoran urug'ini bir kunda 5 tadan 15 ta yeydi. Yozib beramiz. Mana uni bir kunda bir mahal kechni o'tib yeydi. Zarpechadi bir kun 3 mahal ichadi. Alloh salomat qilsin. Endi buning asosiy dorimiz Ali pillalaringizni ko'rsating. Ha, hozir pilla beramiz. Hozir ko'ramiz uni ham. Asosiy dorimiz emas bu. Buni qo'shimchasi bor hozir. Biz ko'proq tabiblar xohlaganday emas, o'zimiz xohlaganday, xalq xohlaganday videoga olamiz. Shuning uchun ajablanmaysizlar. Ba'zi tabiblar xafa bo'lishadi. Men aytadigan gaplarim ko'p edi. Yo'q, biz savol beraylik, javob bering. Qolganini bemor oldingizga kelganda aytaverasiz deymiz. Moya, mana uchun taklif olsangiz yaxshi. hozir o'chirib turing, ana pilla bilan. Siz bu jigarga o'sha 950 ming so'mga 15 kunlik nima berasiz degan savolingizga men javob beryapman. Mana shu Baxtiyorni o'zi aytayapti. 36 ming dollarga Hindistonga ketadigan dorini biz 950 ming so'mlik dori bilan boshlaganmiz. Buni endi farqini hamma o'zi biladi. Ba'zilar aytadiki, bu g'anam-ku deydi. G'anam bu narsalar. Bu pilla. Pilla, oddiy pilla. Buni dozasini to'g'irlab beramiz. Buni qo'shib beramiz. Tozalangan pilla beramiz. Mana uyimizda ko'rgansiz, navbat haqida gapirganmiz. Shuni ham to'g'irlab beramiz bunga. Buni qo'shimcha beramiz. Mana asosiy o'sha 950 ming so'mga beradigan dorimiz mana shu bo'ladi. Bu nima? Bu 14 xil narsa bor buning ichida. O'sha zarpechik nima hamma narsa ichida bor. Ichida 15 xil narsa bor. Bu 15 kunlik. 15 kunlik. Shu 15 kunlikka yondosh bo'lib mana ular ketadi. Hammasi bitta ketadi. Endi mana ular mana 2 oyligi mana. 2 oyligi damlamamiz 3 million 600 ming so'm turadi. 2 oylik damlamamizni ichib to'la 100% endi 90 endi xudodan tuzalganda bor. Bu shuni kattasi bu. Biz odamlarga malol kelmasin deb oldin bir 15 kunlik yoki 20 kunlikni ichib ko'r. Imkoniyatga qarab. Imkoniyatingga qarab kelib ichaverasan deb. Shuni kattasi kichkinasi. Buni jimjimador qilib upakovka qilinmaydi-yu, lekin yo'q, bu tabiiy hammasi. Ko'rinib turadi. Buni ichidagi har bitta giyoh ko'rinib turadi. 13 ta narsani agar endi hozirda ham odamlarning vaqtini olmaymiz. Kerak bo'lsa o'zi so'rasa bayda qoladiganlar bor, ko'rsatamiz. Ochib sanasin laboratoriyaga. Ochib, olib borib sanab ko'rsin kerak bo'lsa. Har bittasi kitobda bor. Har bittasi Alloh bergan iqtidor bilan topilgan narsa. O'ziga yarasha dozasi bilan soling. Ha, o'ziga yarasha dozasini moslab, o'shanga masalan bilan bo'lgan. osh qilsangiz, sag'zi piyoz, guruchini solasizda, bitta qo'chqorni so'yib, 100 kilo osh damlasangiz, bitta qo'chqorni solsangiz, bir qoshiq tuz solmasangiz, oshingizga hech kim yemaydi-da. Shunga moslab qo'yilgan buni. Buning ichida 13 xil narsa bor. Asosiy dorimiz shu. Bular bunga tortib ketib yondosh narsalar. Bular hammasi qo'shimcha yordam beradi. Bir tigin ham pul olmaymiz bularga biz. Ha, ba'zilar mana uni o'ziga keladi, bular kerak emas deydi. Qanday? Endi hozir buni gapirishimizdan maqsad mana bu Baxtiyor hozir kelib qoldi. O'shanga sizga ham aytdim, mana ko'ring, xursand bo'ling. Bu ham YouTube'dan ko'rgan. Bu ham nechta odamlarga aytgan. Yozib berdi. Bu dadalari ham kelib avvalgi şeyda bular hali Qurbon aytgan şeyda ketishgan. Oilasi bilan kelib. Buni shifo Allohdan, biz sababchimiz xolos-da endi. Hali men chaqdim deb katta keta olmaymiz. Baxtiyorni dadalaridan ham so'raylik. Endi yana bitta narsa borki, ba'zilar kelib turib, bu xashak biz uyimizda bir pritsep bor deydi. Bir pritsep emas, biz bu dunyoda bu xashak sig'may yotibdi. Bir pritsep xashak berishimiz mumkin. Foydasi bo'lsa nima kerak bu?
bu zarpechakni biz haligi biz pulga buni puli o'sha 36 ming dollardan ham yaxshi foyda qilyapti odamlar shunda. Bu musor deydi buni. Karantin mahsuloti buni. Buni hozir dunyoda hamma ichyapti buni. Shuni ichib foyda qilyapti. Hattoki chet ellardan ham so'rayapti. Ha, chet eldan so'rayapti, ichyapti, rahmatnomalar kelyapti, padarkalar kelyapti. Endi rozi bo'lsin hamma. Endi Baxtiyor dadalardan so'raymiz. Mana o'g'lingizga Alloh shifo beribdi, juda chiroyli, mana ko'ngil xotirjam bo'libdi. Nima deysiz fikringiz endi bu tabib to'g'rilarida va shu bemorlikdan xalos farzandi bemorlikdan xalos bo'lsa otada bir qanaqangi bir nimalar bo'lar ekan? Bir til bilan ta'riflab bo'ladimi? Bu assalomu alaykum. Avvalo assalomu alaykum. Avvalo Allohga ham sanolar bo'lsin. Men boshiga ishonch yo'q edi. Umid uzgan. Ishonch yo'q edi. Ayasiz shunday qo'yadi. Bir og'imiz Xudoga yetib bordi shekilli. Endi nima deyishadi? O'sha nimaga davolanish kerak. Hindiston. Mablag' yo'q. Keyin bir amallab bir nima qilib Xudodan ba'di nima qo'shdi. Yurib avvalo Allohga ham sanolar bo'lsin, qilib sababchi doktor Isa mulla bo'lsin. Shu darajaga yetkazishga mana shu doktor sabab. Men to'g'risini deyapman, avvalo Alloh shular sababchi qilib oximizga yarasha shularga yetkazdi. Alloh farzandingiz umrlarini uzoq qilsin. Uzoq yashab, ota-onani xizmatlarini qilib, duolarni olib yuring. Solih farzandlarni katta qiling. Mana men yana bir Allohning mo'jizasini qarangki, nima qilib ham shuni orqasidan qori bo'ldi. Ana qarang. Ibodatga. Ibodatda orqasida qori bir sababchi Alloh shu nimani orqasidan qori qilib qo'ydi Alloh. Bemorlar orqasi qori bo'ldi. Bemorning orqasidan iymonni rosa mustahkam. Halollik pokitni nimasi ko'rsatib qo'ydi-da Xudo. Yaxshi Alloh iymonni. Qiyinchilik ortida bir yaxshilik keldi-da. Ya'ni sog'lig'ini qadriga yetdingiz, Allohning qudratini sezdingiz va Bu Baxtiyor bundan 4 yil o'sha oldingi siz o'sha ko'rsatganingizda ko'radi odamni. Ko'rgan ham buni telefon bilan yozib ham bergan. Endi bu 4 yilda yashadi-da hozir mana. Endi hozir ham Xudoga shukr umrini bersin Alloh. O'sha to'ylar qaydan bo'lsa, o'sha uyga kirsam, devonda yotgan ko'rinaveradi-da. Hozir yaxshi, ha? Hozir ancha yaxshi, sog'liqlari yaxshi, alhamdulillah. Aytavering, ilgari Nexia 1 milliardimiz ko'pni taksi qilyapti. Yana qaraganda mana Allohga ham sanoq bo'lsin, oximiz bor ekan, mana farzandlar katta bo'lyapti, qori bo'ldi. Men Allohga qancha ham so'raysiz. Duo qilavering. Duo qilyapmiz. Mana hozir ham duo qildik. Mana Alloh taolo masjidda aka-ukada qandoshib qoldik. Bordi keldi, uzmadik. Boshqa qilib telefon orqali nima qilyapmiz? Umrlar uzoq bo'lsin. Alloh ajringizni. Hammaga ham shunday tavsiya qilamizki, o'sha avvalo Mana bu sirka ekan-a? Ha, bu besirkasi. Nimaga rahmat, shuncha nima qilib berganiga biz ishonch yo'q. Va Allohni nimaiki qo'ldan hech narsa kelmas shu vaqt. Umarxon aka, mana shu shishalar nima narsa mana? Bular hammasi o'zimizni shaxsiy o'zimizdan qilgan sirka. Sizga ilgari uzummi? Ha. Sirka, uzum sirka, be sirkalar bor. Biz birovdan olmay, ko'chan sirkasi, endi o'zimiz tayyorlaymiz, o'zimimiz bor, yerimiz bor. Endi juda yaxshi bu Umarxon aka. Bu manmanlik emas, Ikrom aka. Bu reklama ham emas. Biz reklamaga muhtoj emasmiz. Ixlos qilib niyat qilgan odamlarga doim eshigimizni ochiq, siz ilgari ham gapirgansiz. Bularni bir hozir tasodifan bugun bular kelib qoldi. Sizni ham chaqirishimdan maqsad yaxshilikni natijasi bo'lganligi uchun, mana 4 yil yashadiganligi uchun natijani ko'rib odam xursand bo'ladi. Xursand bo'lib o'zimiz ham quvonib turibmiz. Endi shifo Allohdan. Sizga aytib qo'yishadi ba'zida, natijani ko'rsating, natijani ko'rsating. Mana natija. Nechta natija kerak? Bunaqangi natijani ko'r. Bizdaqangi bemor halol odamlar bilan. Masalan, biz Allohga shukr, Ya turasiz, gapirasiz. biz ancha yaxshi bo'lib qoldik. Masalan, bizdaqangi bemorlar bo'lganlar bu bemorlikka tushib turib, shunaqangi bemorlar ko'pligini keyin bildik. Chunki sog'ligingizda bunaqa bemor borligini bilmasangiz, sog'ligingizda bemordan xabar olmaysiz. Xabar olmaysiz. Bunaqa bemor borligini bir joyda shipga termilib yotib, duo qilayotgan bemorlar borligini bilmaysiz. O'zingiz shu holatga tushsiz, o'zingizdaqangi insonlar ro'para kelar ekan. Endi demoqchimanki, shunaqangi bemorlar bor. Shuna bemorlar masalan najot izlaydi, xuddi bizga o'xshab shifo izlaydi. Lekin mana doktor aytishgandek,
mablag'i bor qo'lida. Lekin qayerdan davo topishni bilmaydiganlar bor-da. Turibdi, dunyosi turibdi, lekin kimga borish kerak? Ishonch bilan kelishaversin demoqchisiz. Kelishaversin demoqchiman. Mana biz aytishgandek reklama qilmoqchi emasmiz. Bor haqiqatda bo'lgan narsani gapirmoqchimiz xolos. Shuning uchun Yaxshilik uchun. hamma narsa Allohdan. Biz chin ixlos bilan Allohga tavakkal qilib shu insonlarni sabab chiqibdi. Shuni orqasidan bir nima qilamiz? Assalomu alaykum. Alloh salomat qilsin. Rahmat. Umarxon akana bu joyda turib dorilarni oz-ko'p demaylar. Men o'zim ichkariga kirib bir ko'rsatib qo'ysam Ha, maylimi? bemalol ochiq dorimiz biz hammasi. Bular hammasi shaffof. Mana Hammasi bor. o'zlarida muolajaxonasi va dorilarni terib tashlaganlar. Mana tepasida bu dorilarga yo'riqnomalar, nimadan tayyorlash, nima kasallikka davo, hammasi mana shu mo'jazgina xonalarda joylashgan. Endi manzillari, uylarni manzili, Anali yotoqlarni ham tekinlikdan shahardagi manzillarini inshaalloh sarlavhaga qo'yamiz, opisaniyaga qo'yamiz va izohlarga yozib Mana qo'yamiz. joylarni ham aytib qo'ydik. Hozir o'zi tashqariga ham chiqib ko'ramiz. Qani yuring tashqarini bir ko'rsating. Qabulxonamiz. Mana endi Umarxon akani mana shu bemorlarni qabul qiladigan joylari. Uzoqdan kelgan bemorlarga yotoqxona, konditsioner, oshxonalar bilan hamma narsasi, sho'miladigan xonalar bilan hamma narsasi mavjud. Bu yerda hattoki ko'pincha gulli o'rniga giyoh o'stiradilar. Mana rastorovsha. Mana shu rastorovsha. Bir ushab ko'ring, bir maza qiladi qo'lingiz. Yo. Juda ham achchiq narsa. Mana shu rastorovsha. Biz bayda ko'p edi, hozir birinchi ani olib yoyib qo'ydik. Urug'ini olamiz. Narigi hovlimizda hovlimizda hozir ko'rishingiz mumkin. Yaqin yarim sotix joyga polni shundan ekkanmiz. Rastorovsha ekkanmiz. Endi toza, haqiqiy mana. Bu ikkinchi partiyasi. Bular ham giyohlar hammasi. O'zingiz o'stirib, Bu juda o'sal beor narsa. Odamlar kelib, menga ham urug'dan bering, ekaman desa, beraman, ekaveradi uyda. menga ham urug'dan berib yuborasiz. Ha, beraman. Buni qachon ekiladi? Buni bahorda ekkanmiz. Farqi yo'q, hozir sepib qo'ysa ham chiqaveradi. Bu o'tgan ayligisidan chiqqan bu. To'kilganda. U urug'dan to'kilib ham chiqaveradi. Urug'dan to'kilib chiqaveradi. Yaxshi ekan. Bu mana madaniylashgan. Mana endi mana bu yerda endi bu o'sha chirmovuqni mana kechqurun tog'dan olib kelganimiz mana shu. Mana. Buni olish uchun mana buni vaqtini topib tillodan ham qimmat narsa o'zi aslida. oltin pechak mana. Mana bu quriganda mana qolib qoladi. Endi ba'zisi shunaqa bu betadan olgani u. Bu mana yan tog'dan olganimiz mana. Bu tog'dan olganingiz a? Ha, mana shuni mana butun dunyo ichyapti hozir. Hech kim bundan da olmadi. Mana shunchasini yarim litr suvga damlab. Bunday qilaylik, yorug'roq bo'larkan buni tomon. Mana. Ilgari ham aytganman. Mana bu tomonda olsak. Ha. Mana shunchasini yarim litr suvga qaynagan suvga choy singari damlab bir kunda 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichsa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bu Bir oy tozalaydi, gepatitni o'ldiradi. Bu masalan mana shundan olib, mana shular ham xuddi shundan berganmiz-da. Shu aytyapti-ku, bular endi haligi gapiraversangiz ba'zilar haligi ba'zilarga malol ham keladi. Bu haqiqatda buni musor men agrokimik bu qishloqda ishlaganman-da. Buni tozalaganligimiz uchun oylik beradi bizga. Kecha bittasi kelibdi, dori sepadiganlar kelibdi. Aytibdi hali yada ximikat shularni yo'qotadigan dori. Bir kishi uyimga keldi, aka dedi, biz andaqamizda sag'zimizni anaqa zarpachak bosdi. Doktorga borsam andaqaga, dori sepadiganga, yada ximikat, zahar sepadigan borsam, ana shu odamga aytsam terib oladi deb uyga aka terib oling, iltimos nechta so'm beraman deyapti. Bu shunchalik narsa bu. Dorilanmaganni keyin buni yo'qotish uchun ha. Biz dorilanmaganni terib olamiz. Yantoqdan olgan yaxshi bo'ladi-da buni mana. Shuni ichib foydalanganlar endi hozir bilmadim bir 8-10 million odam foydalanyapti shundan. Alloh salomat qilsin. Lekin buni dozasini hammasini o'rgatamiz. Mana ko'rdinglar, qisqacha bo'lmasa ham sal vaqtimiz uzoq ketdi, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Mana bu nima aytganda so'rab. Ha, bu bo'ymadaron bu. Bo'ymadaron. Bu nimaga dori? Bu teshichilislik deydi buni. Buni ham tog'dan olib keldik. Buni hali ag'da qurityapmiz. Nimaga dori bu? Mana buni bilib ko'ring. Bu ichki qon ketishlarga, bosh og'riqlarga. Ayollar ichidan qon ketishiga qarshi, bo'ymada bosh og'riqlariga qarshi. Damlama qilib ichadi. Ha, bu damlab ichadi. Qanchasini damlaydi? Bir qoshiq 200 gram damlamadi. Bir kunda 3 mahal ichaveradi. Bu bo'ymadaron. Buni aptekalarda ham sotadi buni. Paketlab qo'ylar. Tesiyachalisnik deydi ruschasiga. Bular hammasi foydali giyohlar. Endi vaqtida olish kerak. Endi yana bitta narsani aytib qo'yish kerak-da. Mana Ikrom aka siz mana shu bo'ymadaron mana bugun tayyorda.
buni qurib, ezilib, pachag'i chiqqandan keyin buni haligi xususiyati yo'qoladi. Gullash davrida olinadi buni. Mana uni ham mana hozir haligi gullab, o'rlab haligi anaqa qurib ketgandan keyin olsa uni gullayotgan davrda olgan narsani ildizdan badaniga berayotgan elementi ko'p bo'ladi. Yaxshi. Alloh salomat qilsin. Katta rahmat sizga, Umarxon aka, mazmunli suhbatingiz uchun. Kalendula, tirnoq guli. Mana bu kalendulami mana? Ha, mana mikrob kasallarga qarshi u ham yaxshi. Mana shuni kalendula deyapsiz-a? Ha, buni ham sotiladi. Bu tuvayda o'tkazadigan gul. Yo, bu tuvada o'smaydi, joni qattiq narsa. Kalendula bu. Bu nimaga dori? Kasallikka? Bu oshqozon yazva echak kasalligiga, keyin haligi gripkoviy kasallar bor edi. Amirxon pijmani olib chiqib bir qopini. Mana odar olib chiqib tez bo'l, yugur. Pijma bugun ozonda olib kelganimiz bor. Bugun tez bo'lgan vaqt ketyapti. Bu demak o'sha oshqozon kasalliklariga. Oshqozon eshak gripkoviy kasalliklar. Mana masalan endi buni biz odamlarga tushuntiramiz. Buni qaynatib turib, bir kunda 5 qoshiq ichadi. 5 qoshiq, bir qoshiqdan ichsa, oshqozon yazva kasalliklariga. Keyin mana siydik gulida haligi zaxm endi har xil yomon kasallar bo'lsa ham shpritsni ichkariga haydash mumkin. O'sha narsa. Bu ramashka bu. Oddiy bu ham dori. Bundan narigi hovlida bir so'toq joyda ekkanmiz. Hovlimizda va ishxonamiz-ku. Nari holiga chiqadi. Mana shu ishxonamiz. Mana shu yerda bemalol damini olib, Nari hovlilarda xilos qilgan odamlarga eshigimiz ochiq. nari hovlidagi nimalarga qaraymiz endi bo'lmasa. Bemalol mana bu yerda bir qator urdik, yana hozir chiqqanlari bor. Telefon raqamlari hammasi yozib qo'yilgan, ekranga ham yozib qo'yamiz. Qani, boshlang bo'lmasa. Kelavering. Ha? Ha, mana shu terib keldik, mana pijma deydi. Mana ham vaqti borda. Mana giyohlar. Mana shu bugun. Qarang. Mana buni qarang. Mana shu bugun terib keldik kechasi. Mana buni olish vaqtini bilsak, shumi deydi odamlar. Ha, Bu nimaga dori? Buni pijma, dastarbosh, me'da gijjakot kasalliklariga. Keyin mana shuni bittasini rosa ichib ketib, dezenteri bo'lgan odamga bittasini qaynatib turib, 3 piyola ichsa suvidan o'sha taqataq to'xtatadi. Tetratsiklin o'rnini bosadi. Tetratsiklin evamisin uni bosadi. Hozirlab qo'ydik. Bu pijma deydi buni. Uyimizda ham ekkanmiz, tom orqasida endi hozir uzib oldik uni ham. Mana uni ham oling mana. Bu nima edi? Torayxon. To'g'ri. Tilini ko'ring, mentoli bor. Dushes. Torayxon deydi buni odamlar. Buni ichadi, nafas suylari bo'lganlarga ichadi. Bunda ichishi mumkin. Buni Bu to'g'rayxonni qara, choy o'rnida damlab ichadi. Yo'q, bir kunda shu 200 gram ichsa bo'ladi. Nafas suylari, mentol bor. 200 gram suvga qancha qo'shadi? Bir qoshiq. Mana maydalab quritib, bir qoshig'i 200 gram suvga qo'shadi. Endi mana hamma biladi buni. Endi bilsa ham, bilmaganlar ham ko'p, oyog'in tagida ko'p. Mana Bu to'g'rayxon edi. Mana bu boshqa narsa. bu boshqa narsa bu. Bu nima? Bu qand kasaliga. Chikori deydi buni otasi. Sikori. Chikori mana. Nima qanaqa qilib iste'mol qiladi? Shashratqi deydi odamlar buni. Shashratqi deb hozir kitoblarda juda ko'p yozgan. Bu Qanaqa qilib iste'mol qiladi? mana buni maydalab hozir chiroyli qilib, mana hozir vaqti rosa gullagan payti ildizidan baqa keldi. Haligi qandi ko'payib ketgan odamlarga nihoyatda bu foydali narsa. Buni maydalab turib, bir paket qilib qo'yadi-da, quritib. Buni ichadi. Bir qoshiqdan 200. Yo'q, bir qoshiqni 200 gram damlab, o'sha bir kunda 200 gram. Choy damlagandan keyin damlaydi. 10 kundan keyin sahrini tekshirib olaveradi. Bir kundan keyin ham tekshirib tuzaldim degan odamlar bor. Bir kunda 200 gram yetadi. Bir kunda 200 gram yetadi. 150 gram qoladi-da damlaganda. Ovqatdan keyin oldin farqi yo'q. Ovqatdan yarim soat oldin esa damlamalar yaxshi ta'sir Bir qiladi. kunda bir marta yetadi. Faqat yo'tal dorini ovqatdan keyin. Nima dedingiz nomi? Sachiratqi. Shashratqi, talxa ham deydi. Bu qayerda o'sadi? Buni birinchi toqqa borganda bu haqida ma'lumot bor edi. Bu hamma joyda o'sadi. Soy bo'ylarida, katta ko'chaning bo'ylarida o'sadi, lekin buni doriligi o'sha tog'da olmalarning tagidan olgani foyda qiladi. Chunki men shuni tergani borganimda bolalarga aytib terib bering desam, mol boqib yurgan ekan bolalar, yechim, yalang'och, o'sha 40 gradus issiqda-da. Buni dedi, biz achalarimiz dedi, bizda buni cho'miltiradi dedi. Opta urmaydi-da bizni dedi. Cho'miltiradi ham buni odam. Xuddi qori ta'mi keladi desangiz. Shuni bir changalni bir paqa suvga solib turib, bitta cho'milib olsa,
Oftob urmaydi. 50 gradus oftob yursam oftob urmaydi. Mana Alloh yaratgan mo'jizasini qarang. Hamma narsani aytaversangiz tabib ham ko'payib ketadi. Tabib ko'p, mayli, hammaning rizqi boshqa. Sizni xarakteringiz yaxshiligi, hamma tabiblar ham shunaqa-yu, sizda ko'proq hamma sirlarni ochib tashlaysiz. Mana odamlar foydalansin deysiz, xalqqa haqiqiy bir ko'ngildan yordam qilgilari keladi. Alloh ajringizni bersin. To'g'ri, ixlos qilsin desak, ba'zilar bu odam ixlos deyveradi. Bu $36,000 sarf qilishdan ham umidi o'zib turib, bitta siynisini, jigarini olib bunga qo'yishga mana dadalari turibdi. Bu haqiqat, mana bular. Keyin yana bu shu sinimni, jigarini olib qo'yadigan bo'lsam, men o'zlari aytgan shu gapni. Men kerak emas davolanishim deb больницаdan qochib oldimga kelgan. Doktorlar ham keyin tan bergan. 4 yildan keyin hozir kelsa men qolmayman. Alloh ajrlarini bersin. Mana shu bola 4 yil oldin sizni YouTube'ingizda bor, hozir tichkalasa chiqadi. Gapirganman shu bola, mana shu bola. Mana Alloh salomat. Endi shu Allohdan biz sababchimiz. Vaqtingizni ajratganingiz uchun. Ha, mana endi mana juda giyoh, bu giyoh ko'p. Alloh taolo mana bu baxtiyor aytmoqchi, hamma narsani yaratib qo'ygan. Ha, yaratib qo'ygan, faqat to'g'ri foydalansa bo'ldi. Xo'p, rahmat Baxtiyorjon, sizga ham rahmat, sizga ham rahmat, hammanglarga rahmat vaqtinglarni ajratganinglarga. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarimizda yana boshqa kasalliklar to'g'risida ma'lumotlarni Umarxon akadan albatta so'raymiz. Mana bu yerda ham Juda giyoh ko'p. Mana rastarovsha mana. Mana eda anaqa bor edi, ramashka bor edi, buni urib oldi. Hozir vaqt o'tdi uni. orqada ham joylari bor. Xudo xolasa keyingi safaringizda ko'rsatamiz. Endi eng qizig'i mana uni ham ko'rsatib qo'ying. Yurak kasal odamlar ko'p. Militsiyadarmidi? Militsiya lekarstv mana. Mana buni ham endi vaqt ketsa ham odamlar ketyapti-ku axir. Juda ajoyib. Haqiqatan. Bu nimaga dori? Bu hamma joyda o'sadi. Bu yurak kasalliklariga. Bu qand hidigalar shirin. Shu limonni ta'mi. Yurak kasalliklari. Qanaqa ichadi buni? Buni damlab ichiladi. Mana bundoq eshitsangiz, bu yurak xastaliklariga. Stent vazifasini bajaradi. Endi zafaronlar bilan birga beramiz buni ham. Sizda bor shu narsa. Bor. Mana oddiy otquloq ham doridan kesaman. Sizdagi bilim. Yo'qmas narsani o'zini menga ko'rsating-chi deydi mana. Sizdagi ko'p bilimlarni o'rganish. Faqat ilmi bor. Mayli, Alloh salomat qilsin. Rahmat sizlarga hammaga. Kasal bo'lmanglar. Hech qachon bemorlarimizga Alloh komil shifo bersin. Endi 4 yil oldin kelib bugun kelganiga biz xursand bo'ldik hozir. Yuragimizdan Xudoga shukr qildikki, Alloh taolo bizni ham kimgadir foydamiz tekkaniga. Rahmat. Xursand bo'lib sizni chaqirdik. Rahmat kattakon, rahmat. Alloh rozi bo'lsin.